hozirgi Xitoyskiy mashinalar puli nima sababdan kачество yo'q. Masalan, men Chang'anni o'rniga shuni faqat koreyskiy mashinani taklif qilgan bo'lardim yoki yapochkani. Aka, bozorga tushdim. Mashina olmoqchiman. Yili yangi. Elektromobilmi, Chang'anmi? Puli ham endi cho'ntay bop, hamyon bop deganda. Shuni qaysi birini tavsiya qilasiz siz fikringiz? Chunki men shaxsiy fikrim, har bitta odamda o'ziga yarasha fikri bor. Men bu fikrni o'zim bildiraman, lekin boshqalarda nimasi emas. Temirga tushungan holatda aytaman. Hozirgi Xitoyskiy mashinalar puli nima sababdan kачество yo'q. Masalan, men Chang'anni o'rniga shuni faqat koreyskiy mashinani taklif qilgan bo'lardim yoki yapochkani. Koreyskiyni taklif qilgan bo'lardim, yili eskiroq bo'lsa ham. Sabab bu Xitoyskiy mashinani bir yeri borda, bitta narsasi o'ldimi, keyin belgisini ham yetalab ketadigan yeri bor. U narsani hozir biz yangi, komfort bizga kerak bu narsa. Lekin odamlar olib mazza qilyapti, u xursandman, lekin shu baribir Xitoy degan yeri bor, bir-biriga tortib ketadi-da. Masalan, motor o'ldimi, keyin qarab ko'rdim turbina. Oshini singari Xitoy o'ziga yarasha Xitoy. Lekin Xitoyda ham zo'r nimalari bor, inshaalloh. Men undan ko'ra koreyskiy yili eskiroq bo'lsa ham mashinani taklif qilgan bo'laman, inshaalloh. Ben korobkadagi yog'ini almashtirib, motordagi yog'ini almashtirib, ashlarni almashtirib minib yursa bir 5 yil, 10 yil minilarmi? Qanday mashina? Masalan, Chang'anmi yo elektromobilmi? Yo'q, elektromobilni men taklif qilmayman. Sabab u yangi iPhone singari narsa. Ochasida bo'ldi. Uni faqat passiga sotasiz. Hech qachon foydasiga sota olmaysiz. Plus qishki kunida batareykasi ancha-ancha tushib ketadi. Unga men maslahat bermayman. Sabab o'zim ham u narsadan yevaganman bir paytlari. Aka, mashinani qizdirish kerakmi, qizdirish kerak emasmi? Motorni saqlash uchun nima qilish kerak? Mashinani albatta qizdirish kerak. Ertamanda qishki kunida albatta 5 minut, 7 minutgacha qizdirgan yaxshi, motor uzoq yuradi. Plus motorda tik-tik degan tovush hozir kunlarda tez chiqib qoladi. Hamma yili yangi mashinalarda alyumin bloklarda ko'p chiqib qoladi. U mashinani qizdirmay haydaganligidan. Agar qizdirib mashinani ko'proq 5 minut, 6 minut qizdirib yursa, inshaalloh motor uzoq yuradi, tovushi ham chiqmaydi. Masalan, alyumin motor deyapsiz. Alyumin motor qaysi mashinalarga tegishli? Alyumin motor faqat yili yangi mashinalar polniy alyumin bo'ladi ko'proq. Chuguni kam chiqadi. Zavod hozir alyuminga o'tib ketgan, bloklar alyumin. O'shuning uchun tiklagan tovush ko'p chiqib qoladi. Men uchun yili yangi mashina 2005-yilgi ham yangi, 2010-yilgi ham, 12-yilgi ham yangi. Qaysinisidan? 2010dan tepasi. 2010dan tepasi. Mashina уже 2010dan tepasi, почти hamma mashina jo'skiyroq chiqqan. Sabab yo'llar tekis, hamma davlatlar rivojlanib ketgani uchun, shu sababdan mashinani iloji boricha yengil ishlab chiqish uchun va chiqimi oz bo'lish uchun alyumin blok qilib chiqargan. Mashinani qizdirsak, rasxodi ko'payadimi, ozayadimi? Mashinani qizdirganda albatta rasxod 1 litrga ko'payadi. Qizgandan keyin ozayadi. Yana bitta savol, meni mashinamga tegishli. O'tganda hadovoy dedingiz. Hadovoyni kimga olib borsam bo'ladi? Endi hadovoy qiladigan hozir IT hamiyada usta o'ta ko'p. Inshaalloh hammasi ham hadovoy qila oladi. Hadovoyni o'zingiz ham qila olasiz, lekin motor korobkani albatta ustaga olib borganingiz yaxshi bo'ladi. Sizga ya'ni. Endi bo'ladi. Xo'p, rahmat. Like, kommentariya, yana savollaringlar bo'lsa, jo'natinglar, kommentariya yozinglar. Ma'qul kelsa yana shu inson bilan gaplashamiz. İnşallah.